Assalomu alaykum chorva sifat obunachilar. Bugun bizda Sho'romol Toshkent viloyati Qibray tumani Qo'rg'onda joylashgan Sho'romol bozoriga yetib kelganmiz. Bugun sana 31-dekabr hafta kuniga chorshanba. Xudo xolasa inshaalloh Nazarbek mol bozori ham payshanba kuni ham ishlayapti, yakshanba kuni ham. Bemalol ko'rasizlar, Xudo xolasa inshaalloh. Assalomu alaykum. Nech pul olsagan buni? 16 million so'm so'rab kelganlar. Bozorda Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz bularga? 10 million kami bor. 9 ga 10 million kami bor ekan. Necha oylik bo'ldi bular? 5 oydan oshgan. 5 oydan oshgan ekan bular. Voy. Erkak urg'ochi? Ikkalasi ham urg'ochi ekan, ko'ryapsizlar. Bozor nech pul qotdi o'zi? Bozor har soatda 208 million qotdi, 7,5 qotdi. 208 million qilishayotgan ekan, 7,5 million so'm qilishayotgan ekan bunisini. Ko'ryapsizlar, mana mollar ham o'zini sifatini. Yeb ichishlari yaxshimi aka? Bo'ldi. Telefon nomer qo'yasizmi? Mayli, bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Nech pul olsagan mana? 10 million so'm so'rayotgan ekanlar. Bozoringizni bersin. Ancha-muncha odam sal-pal ekan. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka bularga? 13 million so'mdan so'rashayotgan ekan bularni. Necha oylik bo'ldi aka bular? Necha oylik bo'ldi bular? Bu 8 oylik ekan, bu 5 oylik ekan. Urg'ochilar ko'rasizlar. Erkak ikkalasi ham urg'och ekan. Bozor nech pul qotdi aka ularni o'zi? Bo'ldi. Ikkalasini bir joyda 21 million 22 million so'm qilishayotgan ekan. Bozoringizni bersin aka. Assalomu alaykum. Nech puldan so'raysiz aka bularga? Nech puldan so'raysiz bularga? Ha? 12 million so'mdan so'rashayotgan ekan bularni. Ko'ryapsizlar. Urg'ochilar ikkalasi ham. Tur bermayman deyapti. Tur bermayman deyapti. Necha oylik bo'ldi aka bular? 4 oylik bo'lgan ekan. Mana yo'tal olganiga e'tibor bermaysizlar, chunki bu 5-6 soat tursizlar o'zingizlar. Yo'tal ham qolasizlar, mayli. Nech pul qilishyapti aka bularni? Nech pul qilishyapti deyman bularni? 23 million so'm qilishayotgan ekan. Ikkalasi ham urg'ochi, ko'ryapsizlar. Telefon nomer qo'yasizmi aka? Telefon nomer qo'yasizmi deyman? Mayli, bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka menga? Ha? 7. Ya boshqa odam aytgan o'zi. Boshqa odam. So'ra. 16 million so'm so'rashayotgan ekan, buni ko'ryapsizlar. Buqacha. Necha oylik bo'ldi aka bu? Joydan ozgina. Voy. Joydan ozgincha o'tibdi demay, yeb ichishlari cho'tki. Ha, ko'ryapsizlar. Yaxshi yeb ichar ekan-da aka. Sut ichadimi aka? Onadan ajralganiga 3 kun bo'ldi. Onadan ajralganiga 3 kun bo'libdi. Necha litr sut ichayapti? Necha litr sut ichayapti? Berilmayapti. Sut berilmayapti. 3 kundan beri ham hashini o'zida ekan. Nech pul qilishyapti aka astoydir? 14 million 100 ming so'm qilishayotgan ekan mana. Yaxshi, molni o'zi ham yaxshi. Telefon nomer qo'yasizmi aka? Bas, bozoringizni bersin. Voy bu. Nimalar bo'laveradi ya? Nimalar bo'laveradi? Berlarda nimalar bo'lyapti? Kim odam? Kanalda qo'yiladi ko'p ekan. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka menga? Kimlarga?
Assalomu alaykum aka. Nech puldan so'rasiz? 12 million so'm so'rashayotgan ekan bunga. Bu qancha bu ko'rasizlar? Mayli. Assalomu alaykum. Nech puldan so'rasiz aka bularga? Ikkalasini 30 million so'm so'rashayotgan ekan. İkkalasi ham urg'ochi. 15 million so'mdan-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka bunga? Nech pul so'raysiz nima? Buni oldik. Nech pul bo'ldi? 22 million so'm bo'pti baraka. Nima qilib olishibdi? Cho'tga ekan. Yaxshiligi voqea yoki? Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsizlar buning? 18 million so'mga 22 million so'm so'rashayotgan ekan. Bu qancha ekan? Bu ham bu qancha. Necha oylik bo'ldi aka bular? Qarisi 5 oy, 7 oy. Bu 5 oylik ekan, bu 7 oylik ekan. Ko'ryapsizlar mana. Yeb ichishlari yaxshimi aka? Bozor nech pul qoldi aka o'zi astoydil? 16 million kesibdi. Anani 18,5. 16 million 200 ming so'm qilishyapti. Ha, smetalli 18 million so'm qilishyapti ekan. Hali quloqlardan zireylari ham olinmabdi. Ko'rasizlar mollarni ham o'zini mana. Semental hibrid. Telefon nomer qo'yasizmi aka? 97. 97lik 462. 462 21 44. Ha, bo'ldi. Bemalol ko'rasizlar, ko'rasizlar mana mol o'zini ham mana. Bo'ylarini taxminan chamaladigan bo'lsam, biri 50, biri 20 deylik. Mana biri yo'q. 1 metrlar bo'ladi. Taxmin deyman. Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsiz aka menga? Nech pul so'rayapsiz nima? 30 million so'm so'rashayapti ekan. Assalomu alaykum. Yoshiga to'lganmi aka bu? Aprelda yoshiga to'lar ekan, xudo xolisi inshaalloh. Yaxshi bo'g'ilgan ekan-da. Voy. Ko'rasizlar. Yeb ichishlari yaxshimi aka? Bo'ldi, yeb ichishlari garantiya bor ekan, bemalol ko'rasizlar. Nech pul qilishyapti aka buni o'zi bozor? 25 million so'm, 600 ming so'm. 25 million 600 ming so'm qilishyapti ekan molni. Telefon nomer qo'yasizmi aka? 99lik 402 61 62. Bo'ldi. Bemalol ko'rasizlar, molni o'zini ham mana. Bo'yi taxminan 1,5 metr. Assalomu alaykum. Nimaga esingdan chiqib berdi? Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka menga? Ha? 25 million so'm so'rashayotgan ekan menga. Bozorga chiqaman. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka menga? Mayli, bozoringizni bersin. Qo'y bozorga ham o'tamiz. Qo'y bozorga ham o'tamiz. Qo'ylar anchagina ko'p ekan, ko'rasizlar.